Assalomu alaykum azizlar. Munosabatlar mavzusida yana sizni qiynayotgan savol: nega u avvalgidek emas? Nima uchun bu munosabat go'yoki faqat menga kerakdek tuyulyapti degan savol sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Bugun Sherry Ergoning Nega erkaklar yomon qizlarni yaxshi ko'radi deb nomlangan kitobi asosida dasturlashtirilgan darsligimizni 9-qismidamiz. O'ylaymanki, ushbu video sizni munosabatlaringizdagi xatolaringizni ko'rib chiqib, uni yanada jozibali va mustahkam bo'lishiga yordam beradi. Demak, ushbu videoda ham munosabatning yozilmagan oltin qoidalari haqida gaplashamiz. Avtorning fikriga ko'ra, bugungi darsligimiz, ya'ni 9-qism bu sevgi, sog'inch va hazil haqida bo'ladi. Ya'ni keling uni sog'inch mavzusi bilan boshlaymiz va avtor Sherry Ergo yana telefon masalasini bu yerda ko'taradi. Biroz balki bizga eslatma sifatida. Telefoningiz jiringlagan vaqtida yugurib, barcha ishingizni tashlab yugurib bormang. 30 soniya ichida qayta qo'ng'iroq qilish unutmang, bu xato. Ba'zi qo'ng'iroqlarga qaytib qo'ng'iroq qilmaslik esa bu san'at hisoblanadi, deydi muallif. Va yana muhim jihat shuki, sizni telefon oldida uni qo'ng'irog'ini kutib o'tirgan energiyada sizni his qilmasin. Ya'ni siz o'z dunyongizga ega, o'z ishlari bilan band insondek ko'rining, garchi bunday bo'lmasa-da. Ya'ni bu vaqtda telefon jiringlagan vaqtda siz uchun dunyo to'xtab qolmasin. Biroz kutsin, biroz o'ylasin. Bu uchun esa biz biroz joy qoldirishimiz kerak. Jozibadorlik tamoyilining navbatdagi prinsipida avtor bizga aytadi: o'z dunyoyingiz bo'lsin. Ya'ni u tomonidan o'tkazib yuborilgan telefon qo'ng'irog'ini har safar ko'rganingizda yuragingiz qinidan chiqib ketmasin. Dunyo to'xtab qolmasin. Ba'zan telefonni chetga qo'ying, o'zingiz bilan band bo'ling, kitob o'qing, televizor ko'ring. Va siz shuni bilishingiz muhimki, siz u tomonidan amalga oshirilgan barcha qo'ng'iroqlarga javob bermasligingiz ham mumkin, ham muhim hisoblanadi. Munosabatda sizni jozibador ko'rsatadigan eng kuchli magnetingiz nima ekanini bilasizmi? Bu sizdagi hazil desam ishonasizmi? Ha, aynan shunda. Ya'ni agar sizning munosabatingizda hazil hissi butunlay yo'qolib ketgan bo'lsa, sizda hazilga joy qolmagan bo'lsa, bilingki, siz unga keragidan ortiq bog'lanib qolgansiz va natijada siz u aytgan har bir gapga tez xafa bo'lasiz, ko'nglingizga olasiz va natijada o'zingizni, mustaqilligingizni deyarli yo'qdek ko'rsatasiz unga. Ya'ni erkaklar buni odatda til bilan tan olishmasa-da, aslida ular hayotga biroz yengilroq qaraydigan, biroz yumor bilan qaraydigan ayollarni ko'proq jozibali deb hisoblashadi. Ammo ba'zi vaqtlarda u sizni jahlingizni chiqarsa-yu, ammo uni o'rniga qo'yib qo'yish kerak bo'lgan holatda-chi, darrov yig'lab, darrov xafa bo'lgan emotsiya bilan javob qaytarmang. Boshqa usuli bor. Ya'ni sizni jozibali va mustaqil, uning fikriga, uning so'ziga bog'liq qilib ko'rsatmaydigan holat ham mavjud. Ya'ni masalan, oddiy misol bilan avtor buni bizga tushuntiradi. Bordi-yu, qiz tirnog'idagi lak, masalan, oddiy bir misol, yigiti tomonidan tanqid qilindi. U shunday aytadi: bu hali boshlanishi, keyingi safar men neon rangini tanlayman, keyingi uchrashuvga ko'zoynak bilan keling degan yumorni ishlatadi. Bu ya'ni shunchaki bir misol. Aslida siz o'z hayotingizni, o'z qonun qoidalaringizni o'zingiz bilasiz va shundan kelib chiqqan holatda siz ishlatadigan hazil munosabatni jonlantiruvchi energiya hisoblanadi. O'zingizga haddan tashqari jiddiy qaramang. Ya'ni bu yerda masala shu kabi. Masalan, o'z ustingizdan kulishni ham biling, deydi avtor. Mashinani xato parkovka qildingiz yoki restoranga kirgan vaqtingizda maxsus yangi foydalanish uchun mo'ljallangan yangicha trenddagi idishni qanday ishlatishni bilmadingiz. Bu vaziyatlarni darrov latifaga aylantiring. Ya'ni hazilga aylantiring. O'z ustingizdan kichik mazaxlar bilan deb aytadi. Ya'ni u shunday deydiki, erkak kishi o'zlari aytmasa-da aslida o'zini dunyo muammosiga ko'mib tashlagan ayol yonida emas, yumorga, hazilga moyil bo'lgan, hayotni sog'lom energiyada ko'radigan, hazillar bilan ko'radigan inson oldida bo'lishni ko'proq ma'qul ko'radi deb aytadi. Masalan, siz u bilan agar vaqt o'tkazar ekansiz, siz ehtimol hashamatli libosda emasdirsiz, ammo sizdan chiqayotgan sog'lom, quvnoq energiya uni sizni oldingizda qolishga majbur qiladi. Jozibadorlik tamoyiliga ko'ra biz hazil yordamida bizni jiddiy emotsiyamizdan ko'ra ko'proq narsaga erishishimiz mumkin ekan. Masalan, u sizga jahl ustida ahmoqmisan degan bir vaqtda siz odatiy reaksiyangiz xafa bo'lish yoki unga mos agressiyali javobni qaytarish bo'ladigan bo'lsa, siz bu yerda shoshmang, baqirmang, to'xtang va ichingizda sekin ayting: demak, meni sevar ekan. Shuning uchun hissiyotlarini jilovlay olmayapti.
Avtor shunday deydi: oilaviy munosabatlarda juda ko'p holatlarda biz duch keladigan vaziyat, ya'ni turmush o'rtog'ingiz ishdan charchab keldi, qorni och, asabiy, har qanday mayda detallar uchun ham jang qilishga tayyor. Siz esa hazil bilan qurollaning deydi. Ya'ni sizning qurolingiz hazil bo'lsin. Masalan, odatiy reaksiya bizda bu vaqtda nega menga baqirasiz, men ham charchab o'tiribman, men ham shuncha ish qildim degan javob bo'ladi, reaksiya bo'ladi va bu vaqtda o'z-o'zidan vaziyat janjalga aylanib ketadi. Bu vaqtda hazil, avtor aytadi, eng kuchli qurol bo'la oladi. Ya'ni siz aytishingiz mumkin: "Voy, bugun uyimizga sher keldilarmi? Ovqat beraymi yoki meni g'ajib tashlaysizmi?" degan hazilingiz aslida vaziyatni psixologik nuqtai nazardan shock absorber, ya'ni yumshatuvchi, yengillashtiruvchi holat hisoblanadi. O'z-o'zidan u me'yordan ortiq ko'rsatgan agressiyasini tushunib yetadi. Aslida hazil shunday qurolki, deydi avtor aytadi, u aslida har ikki tarafni ham psixologik, emotsional jihatdan sog'lom qolishini kafolatlaydi deb aytadi. Masalan, biz odatda turmushda duch keladigan holat ko'pincha erkak kishi tomonidan ayollar tanqid qilinganida ko'pincha ular o'zlarini oqlash bilan yoki xafa bo'lish bilan reaksiya berishadi. Mana bu yerda ular o'z-o'zidan ichki mustaqilligi yo'q ekanini va kayfiyati aynan erkakning so'ziga qaratilgan, qaram holatda ekanini ko'rsatib qo'yishadi. Bu vaziyatda erkak o'z-o'zidan manipulyatorga aylanadi, ya'ni ta'sir kuchini o'rganib oladi, go'yoki uni nozik nuqtalarini o'rganib oladi va ayol esa hissiy jihatdan keyingi zarbalarga duch keladi deb aytadi avtor. Masalan, bu yerda o'zini unutmaslik ham nihoyatda muhimligini aytadi. Ya'ni hazil esa bizga bu imkoniyatni beradi. Qanday qilib deysizmi? Avtor shunday tushuntiradi. Masalan, siz ovqat ta'mini sho'r qilib qo'ydingiz. Ovqatlanar vaqtingizda siz ham sezayotgan bir xatoni turmush o'rtog'ingiz sizga aytadi. Ya'ni u aytadi: "Ovqat sho'r bo'pti. Ovqatni nega sho'r qilib qo'yding?" Bu tanqidni siz eshitgan paytingizda darrov odatiy reaksiya o'zini oqlash, bir ishni qila turib ovqat qildim, shoshildim, doim yaxshi tayyorlash mumkin emas, hamma xato qiladi degan jiddiy qarashlarni ko'rsatish o'rniga siz uni hazil bilan bu maxsus retsept, sevgi dozasi oshib ketgan. Bu yerda ya'ni o'zingizni, holatingizni hazil bilan ifodalash orqali vaziyatni o'z-o'zidan ham yumshatasiz, ham o'z ishonchingizni munosabatda saqlaysiz deydi avtor. Hazilning navbatdagi kuchi uni elegant usuli hisoblanadi deb aytadi. Masalan, erkaklar odatda haddidan oshib ketish, ya'ni unga haddini eslatish hazil bilan amalga oshishi mumkinmi? Ha. Qanday qilib? Masalan, munosabatda erkak kishi qo'pollashib, "Oyabsalimni tozalab qo'y" degan baqirig'iga javoban siz odatiy reaksiyangizni baqirish bilan, to'q bilan, xafa bo'lish bilan reaksiya berish o'rniga siz bu yerda yana hazilni qurol sifatida ishlatishingiz mumkin. Ya'ni siz kulib aytasiz: "Xo'p bo'ladi janob qirol, tojingiz biroz qiyshayib qolibdi. To'g'rilab qo'yaymi?" degan sizning hazil kayfiyatingiz aslida uni bu kabi qo'pol muomalasi siz uchun qabul qilinmasligini ko'rsatgan bo'lasiz deydi avtor. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, har qanday munosabatda, ya'ni har qanday qarama-qarshi juft bilan bog'liq bo'lgan munosabatlarda seryozni bo'lishdan qoching. Ya'ni sizdagi jiddiylik asli munosabatni anchayin zerikarlilashtiradi. Asli tabiatiga ko'ra erkaklar hazilga moyil, yumorga boy bo'lgan insonlarga osonroq, ayollarga osonroq tortiladi. Ya'ni agar u sizni xatoyingizni tushuntirib berishingizni so'rasa, siz aytishingiz mumkin: "Hozir advokatim bilan maslahatlashib olay, keyin bayonot beraman." Ya'ni bu yerda kichik yumorlar, o'zingizni hayotingizdan kelib chiqqan holatda, o'z holatingizdan kelib chiqqan holatda ishlatishingiz aslida sizni ichki barqarorligingizni aksi hisoblanadi. Sizdagi o'ziga ishonchni aksi hisoblanadi. Sizning har safar ko'rsatadigan jiddiy reaksiyalaringiz esa nafaqat munosabatni zerikarlilashtiradi, balki sizni hissiy jihatdan ancha beqaror, ya'ni o'ziga ishonch past holatda ham baholab qo'yishi mumkin. Umumiy aytadigan bo'lsak, hazil qilayotgan ayol bu aslida baxtli ayol. Baxtli ayol esa hamisha erkaklarni o'ziga tortadi, magnit kabi. Va shunday ekan, erkak kishi aslida muammolardan charchagan va u sizni yoningizga dam olish uchun, mana shu baxtni siz bilan baham ko'rish uchun qolishni istaydi. Salomat bo'ling, fikr mulohazalaringizni kommentariyaga yozib qoldiring.